bu ko'rib turgan proyektimizni hamma bilsa kerak, Rasalxaymadagi kazino hisoblanadi. Men sizlarga taklif qilmoqchi bo'lgan proyektim aynan birinchi liniyada qurilayotgan proyekt hisoblanadi. Xo'sh, uning oldidagi binolar esa hukumat tomonidan qilinadigan ofislar bo'ladi. Xo'sh, mana bu proyektimiz va Rasalxaymagacha, ya'ni o'sha kazinogacha bo'lgan masofa esa mashinada 6 daqiqa. Xo'sh, uning kattalashtirilgan eskizi mana bunday. Xo'sh, unda studio xonalar taxminan 230 ming AQSh dollaridan boshlanadi va mana bu tomonga qaralgan. Undan so'ng 2 xonali, ya'ni one bed xonadonlar 65 kvadratdan boshlanadi va mana bu tomondagisi 350 ming dollar. To'g'ridan to'g'ri kazinoga qaralgan vidli xonadonlar, ya'ni one bed, ya'ni 2 xonali xonadonlar 400 ming AQSh dollaridan boshlanadi. Eng qizig'i shundaki, to'lov muddati 2 yil hisoblanadi, 60 ga 40. Ya'ni siz kalitni qo'lingizga olgandan so'ng sizda SPA, ya'ni oldi sotish shartnomada 12% garantid ROI imzolanadi. Ya'ni nima degani bu? Siz investitsiya qilgan summadan 12% har yil sof foyda olasiz. Shunday ekan, agar bu proyektga qiziq bo'lsa, to'liq ma'lumot olish uchun menga bog'laning. Assalomu alaykum.